Assalomu alaykum everyone, sizlar bilan birgalikda man Legato va bu videomizda men bitta o'zim Mortisda 9 ta Dinamakga qarshi o'ynayman. Lekin bu narsa oson bo'lmaydi va bitta dona shida katka bilan emas, 3 ta shida katka bilan yutishim kerak bo'ladi. Ya'ni 3 ta etapdan o'tishim kerak bo'ladi. Hozir o'ynayotganim birinchi etap, ya'ni eng osoni va keyingi etaplarga o'tganimizda ular haqida ham ma'lumot berib o'tib ketdim. Hozirgi oson bosqichda bo'lsa, hamma meni 10 ta banka yig'ishimni kutib turadi va men 10 ta banka yig'ganimdan keyingina ochishni boshlaymiz. Va bu bosqichda Dinamakka ulta va gadjet ishlatish mumkin emas. Sizlar hozir aytishinglar mumkin, oson yo deysizlar. Sizlar videoni oxirigacha ko'ringlar. Bundan keyingi bosqichlar juda ham qiziq bo'ladi. Yodagi shartlar ham bundan ham boshqacha bo'ladi. Har bitta bosqichdan keyin yutish juda ham qiyinlashib ketadi va to'g'risini aytsam, menimcha 3-bosqichgacha o'ta olaman, lekin 3-bosqichda yuta olmasam kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bila olasizlar. I know that you want it, you know that I got it, so let's get up on it, I'm ready to go. Ikkinchi bosqichga ham o'tib oldim va ikkinchi bosqich shartlarini asta-sekin tushuntiraman. Bu bosqichda gadjet ishlatish mumkin emas, lekin ulta ishlatsa bo'ladi va bu safar meni igroklar 10 ta banka yig'ishim emas, atiga 5 ta banka yig'gunimcha kutishadi va undan keyin ochishni boshlaymiz. They've never heard us before, they've never heard us before. A sound that's hard to ignore, a sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Yeah, we party like we made it, we party like we made it. Rock and roll and the late, rock and roll and the late. We're getting hella crazy, getting hella crazy. We gon' party like we made it, party like that. Telegramga o'tib qo'yishlarini maslahat beraman, chunki yo'da har kuni turnirlar bo'ladi. Kechani o'zida 7 tamiz 8 ta turnir qilganmiz. Va mana shu videoni olishga yordam bergan bolalar uchun ham alohida rahmat. Boya aytganimdek 3-bosqichgacha yetib kela oldim, endi uyog'ini bilmadim. Chunki bu 3-eng qiyin bosqichimizda hech qanaqa zapretlar bo'lmaydi, hamma narsa mumkin va o'yinni boshidanoq ochish boshlanadi va juda ham qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Never heard us before, they've never heard us before. A sound that's hard to ignore, a sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Oh, yeah, we party like we made it, we party like we made it.